Assalomu alaykum hurmatli bizni tinglovchilar. Bugungi bu videomda men juda ko'p vaqtdan beri o'ylab yuraman, ko'p yillardan beri. Qanday qilib oson, sodda, tushunarli qilib xalqimizga tovon kasalligi, ya'ni tovon og'riqlari haqida ma'lumot bersam. Buni xasta odamlar demak to'g'ri ishlatsa, to'g'ri yo'ldan ketsa va tez tuzalsa. Har qanday kasallikda o'sha yallig'lanish, auto yallig'lanish kasalliklari kiradi, tovon og'riqlari. Bu erta aniqlanib, erta davolansa, erta boshlasa, shuni tuzalib ketish ehtimoli oshadi. Demak, bugungi temamiz avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yaxshi kunlar uchrashaylik. Demak, bugungi temamizning nomi bunday bo'ladi. Tovon shporasi haqiqatan ham tovon og'riqlariga sababchimi? Yoki tovon shporasi tovon kasalliklariga sababchimi degan temada. Ko'p eshitgansizlar. Travmatologlarga borsizlar, ilgari travmatolog ortoped deyiladi, hozir ajratilgan 92-yildan beri. Holbuki bitta kasb, professiya hisoblansa ham tibbiy. Borsangiz travmatologga, travmatolog sizga shunaqa rentgen qilib tashxis qo'yadi. Demak, buni aniq tushunib olib, to'g'ri xastalar, bemorlar to'g'ri o'ziga davolanish yo'lini tanlash uchun men sizlarga aniq ma'lumot beraman. Iltimos, eshiting. Demak, tovon shporasi tovon kasalliklariga, tovon og'riqlariga haqiqatan ham sababchimi? Buning uchun biz kelib chiqishiga qarab bu tovon og'rig'ini tovon shporasi deb ataladi. Ringidan chiqadi. Buni kelib chiqishiga qarab turlari bor. Faqat 5% dan 10% gacha idiopatik, birlamchi tovon kasalligi, ya'ni asli NKB jahon kasalliklar klassifikatsiyasi bo'yicha tovon oyoq panja fastsiti deb ataladi. Bu masalaga hali qaydamiz. Tovon demak yoki oyoq panjasi fastsiti, yallig'lanish deyiladi. Paylarni yallig'lanish deyiladi. Tovon shporasi, tovon suyagi shporasi degan tashxis yo'q. Bu travmatologlar o'zlari qo'yadi, shunda bo'ladi. Lekin aslida bu yo'q. Demak, faqat 5%, 10% da o'sha tovon suyagida periostal qismida suyakning demak suyakning o'sishi, kalsiy bilan birga o'sishi, demak bu sababchi bo'ladi. Qolgan hollarda bu sababchi emas. Agarda ikkilamchi holatlar aniqlanmasa. Demak 5%, 10%. Hali bu masalaga ham qaytamiz. 85-90% bu ikkilamchi. Ikkilamchi demak shu tovon og'riqlari, ya'ni fassit, tovon fassit. Bu ham ikkiga bo'linadi. Asosan ikki. Birinchisi bu reaktiv tovon og'riqlari, reaktiv infeksion, noinfeksion va osteoartritik. 2014-yilda Toshkentda yig'ilgan revmatologlarimiz yig'ilishimizda biza osteoartritik 6 ta uning fenotipini alohida hal qilib oldik. Demak, reaktiv nima degani bu? Birinchi o'rinda infeksion ko'p uchraydi. Bu har xil yallig'lanishlardan keyin infeksion yallig'lanish. Demak, tumov, qattiq shamollash, pnevmoniya, mana bunday har xil frunkullar, har xil yumshoq to'qimalarda yallig'lanishlari, yiringli kasalliklar, karbonkul, frunkul, parapraktit va hokazo. Shunaqa infeksion, ichki ketma, infeksion kasalliklardan keyin o'sha tovonda og'riq paydo bo'lishi. Bu ko'p uchraydi. Bu o'sha 90% ning 40% gacha holat infeksion bo'ladi. Noinfeksion sal undan ham ko'proq uchraydi. Bu demak 50% ga yaqin. Noinfeksion tovon og'riqlari
birinchi o'rinda turadigan, bu albatta oyoq tomirlari yallig'lanishiga bog'liq. Endoartritlar, arterial tomirda yallig'lanishi, sovuqda yuradigan, oyog'ini sovuqqa turadigan, undan tashqari nikotin qabul qiladigan, nosvoy sigaret chekadigan odamlarda bo'ladi endoartrit. Bundan tashqari qandli diabetda ham bo'ladi. Mana bularda tovon og'rig'i bo'ladi. Reaktiv artritlar asosan ikki tomonlama bo'ladi. Yoki boshqa bo'g'imlar ham bunga birga davom etadi. Bundan tashqari infeksiyasiz bo'ladigan tovon yallig'lanishlari, tovon fastitida, ya'ni o'sha eski shpora nomi, bular sistemli kasalliklar, tizimli kasalliklar. Misol uchun revmatoid bot kasalliklarida bular ham parallel ko'p bo'g'imlar zararlanishi bilan bo'ladi, ikki tomonlama. Bular vaskulitlar mana bunda ko'p uchraydi. Bundan tashqari sil kasallikda uchraydi. Hozirgi vaqtda spidlarda ham ko'p uchrayapti. Mana shular infeksion aseptik yallig'lanish bilan boradigan holat. Keyin undan tashqari tromboflebitlarda, varikoz kasalligida ham tovon infeksiyasiz aseptik yallig'lanish kuzatiladi. Bu juda ahamiyatli. Kelib chiqishiga qarab tovon yallig'lanishi, tovon suyagi va yumshoq to'qimalar yallig'lanishini farqlash juda ahamiyatli. Bu davoni turini tanlashga, to'g'ri yondashishga olib keladi. Demak, yana bir holat bor, bu kamroq uchraydi, 5%, 10%. Bu osteoartritik, ya'ni osteoartrit, aseptik bu ham osteoartrit yallig'lanishlarning mikrokristallik degan fenotipi. Bunda giperurikemiya, ya'ni buyrakda o'sha orat purin pirimidin oqsillarning sintezida foyda bo'ladigan mochavoy kislotaning sidik kislotasining ajralishini buzilishi natijasida, qonda yig'ilishi natijasida bu demak tovonda yig'ilishi kamroq uchraydi. 5%, 8% kamroq uchraydi. Demak, kelib chiqishiga qarab bu birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Ikkilamchi bu reaktiv, ya'ni infeksion, noinfeksion. Buni hal qilib oldik. Endi klinik ko'rinishiga qarab ikki tomonlama yoki bir tomonlama. Bir tomonlama ko'proq o'sha travmatologda qo'yadigan idiopatik, ya'ni sababi aniqlanmagan shpora, ya'ni tovon fastiti. Ikki tomonlama yoki ko'p bo'g'imlar bilan birga, demak, bir tomonlama, ikki tomonlamada tovonda ham va uchinchi tur va ko'p bo'g'imlar bilan birga boradigan, demak, klinik ko'rinishi, tashqi ko'rinishi, davomiy ko'rinishi kasallikda bo'lishi mumkin. Endi demak, biz aytgandik, jahon kasallik klassifikatsiyasida tovon shporasi degan tashxis yo'q. Buni travmatologlar rentgenda ko'radi. Demak, nima uchun shunday? Keyingi 10 yilda tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, o'rtacha 40% gacha, 35-40% gacha sog'lom odamlarda, ayniqsa ko'p yuradigan, sportsmen, jismoniy harakat bilan hayoti bog'liq, faoliyati bog'liq, professional faoliyat bog'liq odamlarning 40% gacha bo'lgan odamda rentgen qilsak, tovon shporasida o'sha perostal reaksiya, ya'ni perostal o'siqlar bo'ladi. Bular hech qanaqangi klinik belgiga ega emas. Demak, unda tovon fastitning rivojlanishiga nima sababchi? Buni ozgina anatomiyasiga qaytamiz. Sizlarga tushunarli qilib aytish uchun. Tovonning oyoq panjasining pastki qismida tovon suyagiga berkilgan juda ham kuchli paylar bor. Ular barmoqlarga boradi, massivni paylar. Ular barmoqlarni, tovon barmoqlarini va oyoq panjasining pastga qisqarishini beradi. Ya'ni sgibayishi bo'ladi. Bular bilan birga nervlar ham boradi. Shuning uchun tovonni oyoqimda ko'targanda og'riydi. Qattiq og'riq beradi. Panja bilan birga og'riq barmoqlarga beradi. Tovon bilan barmoqlarga beradi. Bu payning qobig'i bor, fastsiyasi bor. Orasida demak o'sha pay joylashgan. Pay tovon suyakka berkilgan. O'sha payning yallig'lanishi natijasida qobiqda o'rtasida suyuqlikda yallig'lanish paydo bo'ladi. Shuning uchun ham tovon fastiti, подошвенный fassit deyiladi. Bu международный klassifikatsiya болезни. Butun jahon kasallik klassifikatsiyasi 2010-yil qabul qilingan. Bunda eng yaxshi diagnostika beradigan, tashxis beradigan bu ultratovush tekshirish. Ultratovush tekshirishda rentgen emas. Rentgen yallig'lanish darajasini ko'rsatmaydi.
Tovon fastitida, oyoq panjasi fastitida, tovon fastitida katta ahamiyatli ultratovush tekshirish natijasida yumshoq to'qimalar yallig'lanishini ko'rish, suyuqlik yig'ilganligi, kistozning o'zgarishlar, infiltratsiya borligini ko'rish va qanchalik rivojlangan, pastgacha tushganmi barmoqlargacha. Barmoqni qimirlatganda og'riydimi yo'qmi? Shuni o'zi ko'radi. Bu revmatologlar, biz revmatologlar uchun juda ham katta ahamiyatli davoni tanlash uchun. Demak, tushunib oldik. Bu tovon fastiti deyiladi. Bir tomondan, ikki tomonlama va infeksion, non-infeksion kelib qarab. Endi nima qilish kerak? Tashxisni qanday qo'yish kerak? Tashxisni albatta oilaviy shifokor yoki revmatolog qo'yadi. Buning uchun birinchi o'rinda ultratovush qiladi. Ultratovush qiladi. Agar siz travmalar olmagan bo'lsangiz, rentgen kerak emas. Agar travmalar olgan bo'lsangiz, tovonga unda rentgen qilinadi. Agar ikkilamchi demak belgilar bo'lmasa, boshqa asoratlar bo'lsa, rentgen atak o'zi ultratovush yetarli. Ikkinchi, yallig'lanish darajasini aniqlash. Yallig'lanish darajasini aniqlash umumiy qonning tahlili formulasi. Qonning hujayralari hamma formulasida o'sha 20 dan oshiq ko'rsatkichda aniq bo'ladi. Leykositlar, leykoformlarga qasiljigan va so'y, limfositlar, monotitlar. Bular aniq ko'rsatadi yallig'lanish darajasi. Ayniqsa leykositlar formulasi bilan so'yning rivojlanishi. Yallig'lanish qanchalik katta bo'lsa, dori-darmonda atnashini ham katta bo'ladi. Endi agarda kasalligingiz yaqin haftalar ichida boshlangan bo'lsa, unda davolanish ham oson bo'ladi. Ana endi tashxisni tushundik va rimoproba ham kerak. Rimoprobada CRB aslo katta ahamiyatli emas, refaktor kerak. Mana shunday ko'rinish kerak. Agar boshqa bo'g'imlar bilan birga bo'lsa, katta, o'rta, kichik bo'g'imlar bilan, ikkidan oshiq bo'g'imlar bilan birga borayotgan bo'lsa, tovon og'rig'i, unda albatta ATSP, ya'ni tentralyorniy peptid, antititlarga qarshi antitanalar aniqlanish kerak. Nega deganda revmatoid artritni bot kasalligini farqlash kerak. Agar bot kasalligi bo'lsa, davo umuman boshqa. Bu bot kasalligining bir ko'rinishi bo'ladi. Bu umuman bot kasalligini davolaymiz. Revmatoid artrit bu boshqa narsa. Boshqa revmatoid kasalliklarda ham bu rivojlanishi mumkin. Shuning ham o'sha rimoproba va to'liq qonning tahlili, ATSP ahamiyatli bo'ladi. Ana endi tashxisni qo'ydik. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda tovonga agar yaqinda boshlangan bo'lsa, bir oydan oshib ketmagan bo'lsa, tovonga tinchlik kerak. Ya'ni yarim langeta qo'yib, ya tugoy qattiqroq bog'lab, rezinoviy, demak, har xil elastik bint bilan qattiqroq bog'lab kerak. Kamroq yurish kerak. Agar yallig'lanishni aniqlasa, suyuqliklar sinovit bo'lsa, qonda yallig'lanish bo'lsa, agarda bu bir oydan oshib ketgan bo'lsa, demak, bog'lanish katta ahamiyatga ega emas va mahalliy davo uncha katta ahamiyat bermaydi. Bunda demak ichishga dorilar va inyeksiyalar kerak bo'ladi. Demak, mahalliy davolarga nimalar ishlatiladi? Har xil gellar, NPVS, yallig'lanishga qarshi gellar, artaxan va hokazo. Gellar, kapsikam, gellar ishlatiladi. Avval spirtli или влажный salfetka bilan artib tashlab, terida yoki gelni surib issiq qo'yilsa yoki elektroforez qilinsa, UVC lazer qilinsa, bular gelni ichkariga kirib mahalliy yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari yallig'lanishga qarshi tabletlarda ibuprofendan boshlab indometasiya bular 2 hafta, 1 oygacha beriladi. Ana endi bu yengil holatlarda yordam beradi. Agar yallig'lanish katta bo'lsa, qizarish, shishish, suyuqlik ko'p yig'ilgan, fibroz izmini, yallig'lanishlar barmoq paylarigacha borgan bo'lsa va nervlar barmoqni oyoq panjani pastga qisqartirganda, pastga bunday qilganda og'riqlar paydo bo'ladigan bo'lsa, bunda endi bolezn, kasallikni modifikatsiya qiluvchi dorilar berish to'g'ri keladi. NPVSdan tashqari. Demak, yallig'lanishga qarshi dori va kasallik modifikatsiya qiladigan, kasallikni patogenizmga kelib chiqishiga ta'sir qiladigan, mahalliy auto yallig'lanishni qoldiradigan dorilar berishga majbur bo'ladi. Bular nimalar? Ular 5-6 dori. Bu lifnamid dorisi ishlatiladi. Plaquenil dorisi. Bu demak, bundan tashqari plaquenil dorisi, bundan tashqari lifnoiddik, bundan tashqari sulfasalazid dorisi. Mana bu dorilar albatta beriladi. Bular bolezn modifikatsiyasi dorilar. Qisqa
sxemada gormonal dorilar ham berilishi mumkin. Bu ham bolizn modifikatorchi dorilar hisoblanadi. Bundan tashqari, agar yallig'lanish juda kuchli bo'lsa, qisqa dozada sitostatik dorilar ham beriladi. Bu metotrexat, azetipirin ichishga yoki inyeksiyon varianti tanlanadi. Yallig'lanishning darajasiga qarab. Bolizn kasallik modifikatsiya qiluvchi yallig'lanishni oluvchi kuchli dorilar bermasa, agar 1 oy va undan oshiq davom etgan bo'lsa, demak yallig'lanish ketmaydi. Endi 1 oydan oshiq davom etgandan keyin natija dorilar nazlanish berilgandan keyin, natija bo'lgandan keyin baribir mahalliy davolar beriladi. Ultraforezlar, har xil ultraforez, UVC, lazer, o'sha yallig'lanish qarshi gellar, mazlar yordamida, undan tashqari gormonal mazlar yordamida ham berilishi mumkin. Endi savol beradi mana bemorlarga. Tovon fastitida, o'sha shporada gormonal inyeksiyalar. Gormonal inyeksiyalar qilish 1 yilda har qanday bo'g'imda 2 marta mumkin. Bundan ziyod xavfli hisoblanadi. O'zi aseptik yallig'lanish chaqiradi va aseptik nekrozlar chaqirishi mumkin. Bu yerda har xil asoratlar berishi mumkin. Shuning uchun hammaga ham ular mumkin emas. Qon bosimi oshiq, yurak kasalliklari bor, infarkt bo'lgan odamlar, insult bo'lgan odamlarga xavfli hisoblanadi. Shuning uchun ular prolongirni, uzoq ta'sir qiluvchi gormonal dorilar, gidrokortizonga o'xshagan, kinologga o'xshagan, bular bilan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun men aytgan traditsion an'anaviy davoni qo'llash kerak. Aniq tashxis qo'yish, tekshirish, qonni tekshirish, tovon fastiti aniq tashxisini qo'yish, uning asorati yallig'lanish darajasini qo'yish, sinovit suyuqlik yig'ilishini, yallig'lanish infiltratlarini borligi, yo'qligini aniq qo'yib, davoni berish. 2-3 ta dori, ichishga bitta ikkita ukol, bitta kapelnitsa berish mumkin. Kapelnitsalar bor, qaynashni yaxshilaydigan dorilarni qisqa, demak, gormonal dorilarni birga berish mumkin. Natija yaxshi bo'ladi. Endi bunday kasallik namoyon bo'lgan odamlar albatta больничныйda, ya'ni bo'lish kerak, ishlamaslik kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun telefondan kutib qolaman. Javob berishga doim tayyorman.